Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Karimjonimizning obunachilari hammalar bugungi kunlar xayrli o'tsin deb akalar ikkita novvoschamiz bor ekan, sotiladigan. Shularni xudo xolasa videosini chiqaryapmiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Ammo buni bitta nuqsoni bor. Endi ortiqchasi bilan mana. Ammo ko'zlari hamma yo'g'i ko'rar ekan akalar mana. Buni narxini nech pul deyapsiz? 15,5 million deyapti. 15,5 million xayri bor deyapti. Dastlabkilarni kelishasizlar, telefonlashasizlar, xudo xolasa rozi qilib chiqarib yuboradi. O'zi 4 ta ekan, ikkitasini kelguncha sotib bo'pti akalar. Ulgib olasizlar ama. Ha, dastlabkilari vodiy bo'ylab tekin ekan akalar. Shu uyda turgan holatda to'lov qilasizlar, mol xudo xolasa boradi akalar. Hamma yo'g'i sog'lom ekan, orqa boshlari mana. Xudo xolasa pechat narsa ekan akalar. Endi bitta anaqa shu oshiqchasi bilan tug'ilib qolgan ekanda, hammada ortig'i bo'ladi deydi, tushunib. Ammo ko'zlari hamma yo'g'i ko'radi, yuradi. Narigisini nech pul aka? Bunisiga 13,5 million deb aytdik, 13 million bo'lsa siz omonatingizga aka. Vodiy bo'ladi, dastlabkasi bo'ladi. 13,5 deb aytilgan ekan, 13 millionga xudo xolasa vodiy bo'lib dastlabkasini yetkazib yuborlar ekan akalar mana. Bichmoqlarga bir hafta garantiyasi bor, dastlabkalari bor. Hamma yo'g'i joyida mana akalar, orqa boshlari ham. Chiroyli narsa. Buni sheriklarini o'zi 16 milliondan sotgan ekan. Shu jinday ortiqchasi borligi uchun akalar 15,5 million yana xayri bor deyapti, dastlabkasi ichida deyapti akalar. Ulgib qolamiz, tezroq xudo xolasa obuna bo'lishga harakat qilib, telefon nomerlarini qoldiramiz opsiyada. Telefon qilaverasizlar jigarlar, joninglar sog' bo'lsin hammalarning.